Biz O'zbekiston yoshlari haqiqatda juda bir baxtli yoshlarmizda. Nega deganda biz haqimizda o'ylaydigan, biz haqimizda qayg'uradigan mehribon ota-onalarimiz bilan birgalikda bizga imkoniyat yaratib beradigan, bizga shart-sharoit yaratib beradigan muhtaram prezidentimiz bor. Bu so'zlarimning isbotini kecha bo'lib o'tgan muhtaram prezidentimiz tomonidan O'zbekiston Yoshlar Ittifoqini tashkil etilishida ham bilishimiz mumkin. Biz yoshlar kutgandik, bilgandik mana shunday o'zgarishlar bo'lishini, lekin tushimizga ham kirmaydigan bunday katta bir o'zgarishlar biz yoshlarni juda ham jo'shqinlantirdi. Muhtaram prezidentimizning ma'ruzalaridagi bir ajoyib fikr menga juda ham yoqdi. Men bu yil Zulfiya nomidagi davlat mukofotiga sazovor bo'lganman-da, ko'p tadbirlarda, uchrashuvlarda bo'lamiz, suhbatlarda bo'lamiz. Yigitlar bizga juda ham bir ajoyib savol bilan yuzlanishadi. Mana siz iqtidorli qizlarsizlar, sizlarga Zulfiya nomidagi davlat mukofoti bor. Lekin bizdek iqtidorli, mard, fan, ta'lim sohalarida yutuqlarni qo'lga kiritgan yigitlar uchun qanaqa bir imtiyozlar bor degan savol bilan murojaat qilishadi va kecha prezidentimiz aynan mana shu savolga Mard o'g'lonlar mukofotini ta'sis etish bo'yicha bir ajoyib javob berdi deb ayta olaman. Biz yoshlar, biz qizlar, yigitlar bundan juda ham xursand bo'ldik. Hozir o'ylayapman-da, agar mendan baxtning manzili qayerda deb so'rashsa, men hech ikkilanmay, baxtning manzili O'zbekistondagi yoshlarning yuragida deb baralla aytgan bo'lardim. Va o'sha baxtni yurakka joylagan kim deb so'rashsa, davlatning mehri derdim. Biz yoshlar bizga yaratib berilayotgan imkoniyatlar, shart-sharoitlarga faqatgina oddiy so'zlarda emas, balki amaliy ishlarimiz bilan labbay deb javob berishga tayyormiz.